Atrofimizdagi dunyo o'z sur'atida yashaydi. Har kun, har soniya davom etayotgan voqelik, cheksiz axborot oqimi ichra shiddat bilan o'tayotgan hayot. U iz qoldiradi, sanoqqa tushadi, raqamga aylanadi. Sen orqali ma'no kasb etadi. Har bir raqam ortidagi inson taqdirining tahlili, yangi tendensiyalar, tanlov va natija, yo'nalish va sur'at, bugun va erta. Bularning barchasi statistika. Davlatni birgina so'z bilan boshqarib bo'lmaydi. Uni ishonchli raqamlar boshqaradi. Raqamlar tasodifan paydo bo'lmaydi. Ular vaqtning xotirasi, davrlarning izi, asrlar davomida shakllangan davlat tafakkuridir. O'rta asrlar. Statistika hali nom olmagan edi, lekin hayot allaqachon sanoqqa tushayotgan edi. Beruniy zamonida dunyo o'lchana boshladi. Yerning kattaligi, masofalar, vaqt u raqamda shunchaki yozmadi, u solishtirdi, taqqosladi. Raqam orqali haqiqatga yaqinlashdi. O'sha paytda raqamlar papirusda yashar edi, qo'lyozmalarda, saroylar va madrasalar xotirasida. Amir Temur davrida raqam davlat zimmasiga o'tdi. Yer hisobda bo'ldi, aholi sanoqda, soliq tartibda, qo'shin aniq hisobda. Mirzo Ulug'bek yulduzlarni sanadi, harakatini hisobladi, vaqtini o'lchadi. Har bir yulduz jadvaldagi qator, har bir tun yangi hisob. o'n 19-asr 1868-yil. O'sha davrda raqamlar ma'muriy boshqaruv uchun xizmat qilgan. Ammo baribir tarixning bir haqiqatini tasdiqlagan. Davlat qanchalik katta bo'lsa, uning statistik ma'lumotlari shunchalik aniq bo'lishi kerak. Asrga kelib, statistika tizim sifatida shakllana boshladi. Sanoat, qishloq xo'jaligi, aholi barchasi hisobga olina boshladi. 1979 va 89-yillar aholini ro'yxatga olishda o'zim qatnashganman. Aholini ro'yxatga olish 17-yanvarda hamma hududlarda bir vaqtning o'zida 8 kun davom qilib o'tkazilgan. Raqamlar bor edi, ammo ular jamiyat uchun emas, tizim uchun xizmat qilar edi. Keyin esa tarixdagi eng katta burilish sodir bo'ldi. – 1991-yil mustaqillik. Bu nafaqat yangi davlatchilik, balki raqamlar tilining ham mustaqillashuvi edi. Chunki mustaqil davlatga o'zini baholaydigan milliy statistika zarurligi inkor etib bo'lmaydigan fakt. 1992-yil 5-avgust mustaqil O'zbekistonning ilk milliy statistika organiga asos solindi. Shu kundan boshlab raqamlar yangi ma'no kasb etdi. Endilikda hisob-kitoblar xalq manfaatiga, taraqqiyotga, davlat qarorlarining haqqoniy asosi sifatida xizmat qila boshladi. 1997-yil 15-may. Oradan 5 yil o'tib, tizim yangi bosqichga o'tdi. O'zbekiston Respublikasi makroiqtisodiyot va statistika vazirligiga aylantirildi. 2002-yil 12-dekabr. Davlat statistikasi uchun huquqiy tayanch kuchaytirildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistikasi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Bu qonun statistikaning asosiy prinsiplarini belgilab berdi. Xolislik, ishonchlilik, ochiqlik va eng muhimi, kelajakka xizmat qilish. Oradan ko'p o'tmay, 2003-yil 8-yanvarda Vazirlar Mahkamasining 8-son qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi tashkil etildi. Bu qaror bilan statistika mamlakat bo'ylab yagona vertikal tizimi tashkil topdi. Qoraqalpog'iston, viloyatlar, Toshkent shahri va har bir tuman shahar kesimida yagona raqamlar makoni vujudga keldi. 2010-yil raqamlashtirish jarayonining yana bir muhim bosqichi. Qo'mita va hududiy idoralarda ish joylarini kompyuter texnikasi bilan ta'minlash 100% ga yetkazildi. 2014-yildan boshlab esa har bir hududiy boshqarma uchun alohida rasmiy veb-saytlar ishga tushirildi
va xo'jalik subyektlari uchun statistik hisobotlarni elektron shaklda qabul qilish tizimi to'liq joriy etildi. Ya'ni statistika raqamli muhitda harakatlanayotgan axborotga aylandi. 2017-yil tizimning chuqur transformatsiya jarayoni bilan bir qatorda yangilanish, ishonch va ochiqlik davri boshlandi. Statistika ma'lumot yig'uvchi idoradan davlat siyosati uchun intellektual tayanchga aylandi. Davlat siyosatida raqamlar faqat hisob emas, ular yo'nalish. Zero hech bir islohot tasodif emas, hech bir qaror asossiz qabul qilinmaydi. Yo'l qurish kerakmi? Raqam aytadi. Maktab yetarlimi? Statistika javob beradi. Ish o'rinlari qaysi hududda kam? Tahlil ko'rsatadi. Цифры говорят правду. Raqamlar haqiqatni aks ettiradi. Bizning asosiy vazifamiz ushbu haqiqatning aniq, ochiq bo'lishini va jamiyat manfaatlariga xizmat qilishini ta'minlashdir. Aynan statistik ma'lumotlar asosida mamlakatning kelgusi taraqqiyot yo'nalishi belgilanadi. Bugun statistik ma'lumotlar faqat mutaxassislar uchun emas, stat.uz orqali har bir fuqaro o'zini qiziqtirgan raqamni ko'rishi mumkin. Bizning oldimizda turgan vazifa raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali raqamlarning sifatini oshirish va ularni imkon qadar odamlarga qulay shaklda taqdim etib borishdan iborat. Statistika biz uchun faqat markazda shakllanadigan ma'lumot emas, balki har bir hududda, har bir sohada aniq ishlaydigan tizimdir. Bugun biz ma'lumot yig'ish jarayonida inson omilini kamaytirish, raqamli texnologiyalar orqali aniqlik va taqqoslanishni oshirishga e'tibor qaratyapmiz. Buning sababi oddiy joylarda olingan ma'lumotlar qanchalik sifatli bo'lsa, tahlil ham shunchalik ishonchli bo'ladi. Yalpi ichki mahsulot mamlakat ichida 1 yil davomida ishlab chiqarilgan barcha tovar va xizmatlar umumiy qiymati. U iqtisodiyotning yuragi, taraqqiyot sur'atining o'lchovidir. U ishlab chiqarish, daromad va xarajatlar usuli bilan hisoblanadi. Har bir zavod, har bir fermer mehnati, har bir servis raqamga aylanib, yalpi ichki mahsulotda o'z aksini topadi va u raqam ortida xalq farovonligi turadi. Yalpi ichki mahsulot shakllanishida mamlakatimizda yashab turgan har bir fuqaroning hissasi bor. U xoh tadbirkor, xoh dehqon bo'lsin. Ishlab chiqarilgan tovarlari, ko'rsatgan xizmatlari hamda to'lagan soliqlari orqali yalpi ichki mahsulotga o'z hissasini qo'shadi. Xorijiy investorlar investitsiya kiritmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda yalpi ichki mahsulotni ko'p yil davomida uni tarkibini, o'sish darajasini, o'zgarishini o'rganadi. Keyin shuni asosida qaror chiqaradi. Iqtisodiyotning kalit tushunchalari ham statistikada yanada mustahkamlandi. Iste'mol narxlari indeksi inflyatsiyani o'lchaydigan asosiy indikator bo'lib, u iste'molchi xarid qiladigan tovar va xizmatlar savat qiymatidagi o'zgarishlarni ko'rsatadi. Ma'lumotlar esa nafaqat joylardagi kuzatuvlardan, balki onlayn kassa, idoraviy, korporativ hamda web scraping manbalaridan tashkil topgan. Shu orqali indeks yanada tezkor, zamonaviy va real bozor holatiga yaqin shakllantiriladi. Qo'mita axborot va media bilan ishlash tizimini ham kuchaytirdi. Matbuot, jamoatchilik, keng auditoriya bilan muloqot, ochiq raqamlar davlat bilan jamiyat orasidagi ishonch ko'prigiga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining hisoboti bilan tanishdi. Milliy statistika qo'mitasi sifatida qayta tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. O'zbekiston Milliy statistika tizimi. Xalqaro statistika forumi o'z ishini boshladi. Milliy statistika qo'mitasida konferensiya, посвященная реформированию национальной статистической системы. Ikkinchi xalqaro statistika forumi ish boshladi. Statistika ishlarini tashkil etish va yuritish tizimini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar. O'zbekiston ilk bor bir ovozdan Birlashgan Millatlar Tashkiloti statistik komissiyasining yilgi a'zoligiga saylandi. Biz raqamlarni tez tarqatishni emas, to'g'ri yetkazishni ustuvor deb bilamiz. To'g'ri raqamlar orqali jamoatchilik qarorlar mantig'ini ko'radi, tekshiradi, baholaydi, nazorat qiladi. Rasmiy statistika ma'lumotlari ochiqlik, shaffoflik, xolislik va aniqlik tamoyillari asosida shakllantirilib, jamoatchilikka yetkazilishi shart. Statistika ma'lumotlaridan doimiy foydalanaman, chunki ish faoliyatim davomida mavzudagi materiallar tayyorlayman. Shuning uchun statistika bizni kuzataman doimiy va asosiy qidiradigan ma'lumotlarni saytdan qidiraman. Sayt eng qulay vosita.
Bu ochiqlik xalqaro baholashlarda ham aks etmoqda. Masalan, Open Data Inventory hisobotiga ko'ra, O'zbekiston 2024-yil natijalarida 11-o'rinda ko'rsatilgan. Natijalar ham ijobiy, ammo reyting maqsad emas, lekin u bir narsani isbotlaydi. Raqamlarga ishonch ortmoqda. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik sohaga xalqaro metodologiya va ishonch olib kirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Eurostat kabi tuzilmalar bilan hamkorlik, tajriba almashish, standartlarni uyg'unlashtirish, milliy ko'rsatkichlarni xalqaro taqqoslashga tayyorlash demak. Xalqaro hamkorlik bu ochiqlik mezoni. Biz dunyo bilan bir tilda gaplashamiz. Aniq, xolis va ishonchli raqamlar tilida. Xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda milliy statistika tizimini transformatsiya qilish, modernizatsiya qilish, xodimlar salohiyatini oshirish, xalqaro uslubiyot va standartlarni tizimimizga joriy qilish yo'nalishlarida yaqindan hamkorlik qilib kelamiz. We came here to Uzbekistan with a team of experts. Ekspertlar jamoasi bilan O'zbekistonga tashrifimizdan asosiy maqsad tajribani yanada takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Umuman olganda O'zbekistonda statistika sohasida qo'llanilayotgan yondashuv va uslublar xalqaro tavsiyalar va standartlarga mos keladi. Milliy statistika qo'mitasining tezkorligi va faolligi bizning hamkorlik samaradorligimizni oshirmoqda. Shu bilan birga Mix multi-indikator klaster kuzatuvlari ham soha uchun muhim bosqich. Bu kuzatuvlar bolalar va ayollar holatini baholash, uy xo'jaliklari kesimida muhim ijtimoiy indikatorlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ya'ni statistika bu yerda iqtisodiyotni emas, inson hayotini ham tahlil qiladi. Oilalarning so'rovnomadagi ishtiroki ayollarimiz va farzandlarimizning baxti, salomatligi va farovonligi uchun o'ziga xos asos yaratishga imkon beradi. Mevalardan olma mahsulotlarini qancha kilogramda iste'mol qildingiz 7 kun davomida? Daromadlardan tashqari yana qo'shimcha daromadlaringiz haqida gaplashib olaylik. Iste'mol qilganingizdan tashqarisini sotib daromadidan foydalanasiz. O'zimizdan ziyodat sotiladi. O'zingizdan. Dehqonchilikdan tashqari yana chorvachilikmi shug'ullanasizmi chorvachilik bilan? Uyda mol, mollarmi bor. Gaz plita, kir yuvish mashinasi, mikroto'lqinli pechkangiz, planshetcha qancha? 2024-yil 4-mart. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 114-sonli qarori O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilindi. Agentlik tashkil etildi. Statistika kabinetda tugamaydi. U odamlar orasida. Ro'yxatga olish tadbirlari shularning eng kattasi. Aholini ro'yxatga olish faqat sanash emas. Bu mamlakatning to'liq ijtimoiy demografik portreti. Kim qayerda yashayapti, uy sharoiti qanday, ta'lim darajasi, sog'liq holati, mehnat bozori, hududiy ehtiyojlar. Bu ma'lumotlar keyingi yillarda maktab, shifoxona, infratuzilma, ish o'rinlari kabi qarorlarga bevosita asos bo'ladi. Mazkur tadbir juda ham muhim O'zbekiston uchun, chunki bu qariyb 36 yildan beri o'tkazilmagan tadbir. Bu tadbirda prezidentimiz farmonlari bilan 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha o'tkazish ko'zda tutilgan. Yana bir muhimligi shundaki, ushbu tadbir ham aholi ham qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish birga o'tkaziladi va bu bevosita bir ko'plab savollar, xususan aholining demografik tarkibi, uning yashash sharoitlari, ijtimoiy holati, umuman qishloq xo'jaligidagi bor imkoniyatlarimiz to'g'risida keng qamrovli ma'lumotlar yig'ish imkoniyatini beradi. Bunday ma'lumotlar avvalambor shu ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishda, kelgusida o'sha oziq-ovqat xavfsizligi, demografik rivojlanish, shaharsozlik va hokazo dasturlari ishlab chiqarishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. 2025-yil 24-fevraldan esa agentlik rasman O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi deb qayta nomlandi. Men o'ylaymanki, parlamentda rasmiy statistikaga e'tibor qaratmasa iloji yo'q. Rasmiy statistikadan qonunchilikda, parlament faoliyatida har bir deputat albatta foydalanamiz. Chunki har qanday kirib keladigan qonun loyihalarida asoslantirish qismida bizda doim deputatlarga savol tug'iladi. Rasmiy statistika bormi? Agar u raqamlarda insonni taqdiri hal bo'layotgan bo'lsa, shu norma orqali men bugun o'zimning huquqlarimni tiklab olar ekanman degan savolga har bitta fuqaroimizda javob bo'ladi.
Raqamlar shunchaki sanoq uchun emas, har bir raqam ortida inson bor. Unutmang, sizning ishonchingiz bizning eng katta yutug'imiz. Milliy statistika qo'mitasi. Raqamlarda ishonch, raqamlarda hayot, raqamlarda kelajak.